Assalomu alaykum. Bunday Genesis BH330 avtomobilimiz yumshoq mashina. Buni mingan akalarimiz juda yaxshi biladi. Mashinani shunday ko'rib, kuzovdan taniydi akalarimiz. Eshigida 5 gulchoy dastur, elektron sidina panellarigacha mavjud. Mashinamiz 4 million 600 ming won. 2009-yil 107 ming yurgan benzin. Dollarga $3100 to'g'ri keladi. Mashinamizni sidinalari isitadi. Hop, oldi sensorlari mavjud, bokovoy buferda. Zatni kamerani ko'rsatadi, monitorlari bor. IPS black boxlari mavjud. Mashinaning saloni urinib ketmagan 2009-yilligiga qaramasdan avtoparkinglarigacha mavjud. 2009da chiqqan mashina mana shunaqangi optiondagi mashina. Ideal holatda. Orqa signallarni isitadi, keng holatda. Genesis'ni yaxshi ko'radigan akalarimizga sekin shu videoni tashlab qo'yamiz akalar. BH330 Genesis shu ideal holatdagi avtomobil 4 million 600 ming, $3100. Balon holatlari normal. Kim kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar.